Endi buni ishlagandan keyin o'rgatishni ham bilingda Baxtiyor aka. Buni rayoningizdagilarga o'rgating, aka. Rayondagilarga o'rgating. Biza shuncha mana salkam 7-8 kilometrga kelib, mana shu mana Qudrat amakim bilanlar, hamma taniydi, Qudrat amakini bilanlar-yu. Shu Denodigilarga qanchasiga o'rgatib yuribmiz, to'g'rimi? O'sha hech qanaqa pul-mulsiz bizdan ko'chat olishmasa ham borib, telefon orqali o'rgatiladi. Jalb qilamiz. Bizning maqsad o'zi shu. Qulupnaychilikni rivojlantirsa, shu o'rgatish bo'ladi. Siz ham ertaga qo'ni-qo'shnilaringizga bo'ladigan bo'lsa, o'rgating. Qiziquvchilar bo'lyapti. Ha, Ekamiz deyapti. o'rgating. Mana bittasi, mana bizning shogirdimiz. Yana yil Tbilisiga qiladi, xudo xolasa. Jiyana bular? Ha. Ha? Jiyan. Jiyan bular tanib qoldilar bular. Qudrat akam. Ko'chatni olib ketgandilar Denodan, ha? Ha, ana. Ko'chatni olib keldi. Yarim yo'ldan qaytib ketdingiz orqaga. Ha. Bilarkanman yarim yo'lda. Uni men Termizdan men jo'natib yubordim-da o'zi uni. Siz ham bosasizmi keyingi yil xudo xolasa qilasizmi? Xudo xolasa niyat qilyapti. Yoki ochudalaganmi? Tbilisiga Tbilisi bormi-edi? qilamiz endi. Ha, ochiq yer ham bor-a? Bor. Mana ochiq yerga ekyaptilar-yu, ochiq yerdan boshlab sekin tajriba qiling. Asosiy bu yerdan bular ham ishlaganlar-da. Mana shu Tajribasi oshib ketyapti-da buni ham. katta tajriba oldingiz, to'g'rimi? Ha. Mana shu narsalarni oling, eng katta bu kallada qoladi bu narsa.